Rahmat. Murfiyoz oldim. Oyog'imdan ham sovuq o'tib ketdi. Qurilishda ishlayman. Ustam pulni bermasdan haydab yubordi aka. O'zi viloyatdanmi? Ozgina puldan yordam qiltursiz, viloyatimga yetib olib sizga tashlab yuborardim. Pulni qaytarib aka. Sovuqda qolib ketdim. Oyoq kiyimim yo'q. Ko'rib turibsiz. Yordam qiltursiz, xursand bo'lardim. Lekin tashlab yuboraman. Mashinam naryoqda edi. Shuna mashinamni olib beraman. Bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p. Hozir. Kuturaman aka, bemalol. Xo'p. Murfiyoz. Ha? Bu yoqqa. Tinchlik? Yordam so'rayaptimi? Ha? Shu savobli ishni men qilsam maylimi? Hop. Ma, mashinaga olib o'tirib turgin. Hozir kelaman, xo'p? Hop, mayli. Yordam kerakmi? Ha aka. Hali ham viloyatingizga yetib bormadingizmi? Siz Ha? viloyatdanmi? Ozgina yo'lkiraga yordam qiltursiz, yetib olar edim. Yomg'ir yog'yapti. Oyog'imdan ham suv o'tib ketdi aka. Yordam berib turing aka. Keyin sizga tashlab beraman, karta aytsangiz aka. Xijolat bo'lmang, erkechlikda bo'lib turadi. Ana, bu eski kiyimlaringiz. Endi bemalol viloyatingizga yetib olasiz. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Odamdan yaxshilik qoladi, do'stim. Mashinaga gaplashib beraman hozir. Yetib olasiz, xo'p? Haligi Bo'ldi, bilaman. Sizni ustingiz pulingizni bermasdan haydab yuborgan. Yana sovuqda bitta tapchikada qolib ketgansiz. Viloyatga yetib olishingiz kerak. Pulingiz qolmay qoldi. Viloyatga borgandan keyin pulni tashlab yuborasiz, to'g'rimi? Uyat emasmi? To'rmuncha soppa-soy erkak kishisan. Harakat qilib pul topsang bo'ladi-ku. Bugun men pul berardirman, ertaga boshqasi. Alda-balda pul toparsan. Lekin bu olgan pullaringni hammasini javobini qanaqa bermoqchisan? Senga o'xshagan ardoqchilarni deb haqiqiy muhtoj odamlar ham e'tibordan chetda qolib ketyapti. Senga yordam kerakmidi? O'sha nimaga? ertaga mabodo o'lib qolsang ko'chada, kimdandir so'rab yurmaysan. Kafalligingga ishlatasan. Insof bersin sanga.